Hozir biz avatarni stendiga keldik. Avatar deyiladi inglizchasida, lekin bizda avatar deyiladi. Avatar linkchi xitoychada. Bu yerda avatar 12. Bu mashina O'zbekistonda bor. Adashmasam, da ko'rganmiz. Mana bu oldi qismi ko'ryapsizlar. Agar mana buni ko'rsanglar, avatar 12. Nimasi zo'r bu mashina? Bu mashina juda high-tech, narxi ham juda qimmat. 270 mingdan 430 ming yuangacha 15-20 daqiqada 80% quvvatlanadi. Bokovoy oynalari yo'q, polniy kamera, 360 kamera. Ichkarisini hozir ko'rishga harakat qilamiz sizlarga. Endi odam o'tirib olibdi. Mana bu panorama oyna. Ko'ryapsizlar. Orqasida ham video zo'r, kichkina spoilerchasi bor o'zini. Bu orqasidan video. Bagajini hozir ochsa bo'lar ekan, mana. Bagaji ham juda katta, ko'ryapsizlar. Mana chuqurligini ko'ryapsizlarmi? Tagida nima bor? Zapaska menimcha yo'q. Faqat bitta nima balonda alishtirishgan nima bor. Aptechka agnishitilini qo'yasizlar o'zingizlar. Lekin juda chuqur bagajlik. Hozir mana bu ichkarisidan ko'rsatamiz. Balonni kattaligini ko'ryapsizlarmi? Dunlop balon qo'yib qo'yibdi. Necha ekan bu? O'ta hozir Xitoylar o'tirg'izib qo'ydi, hozir o'tira olmayapmiz. Ya, juda qayman. Eshiklarini ko'ryapsizlarmi? Необычный stilda. Mana bu oyna ko'tarishlarini ko'ryapsizlar? Mana bu. Bu yopiladi, ko'ryapsizlarmi? Eshik yopildi knopkada. Taqillatib yopish shart emas. Mana knopkada ochadi, yopadi. Hozir menimcha ko'tarib oynani o'chirib qo'ygan voditel. O'zi bilmayapti nima qilayotganini. Lekin yopilishini ko'ryapsizlar mana. Bitta yopamiz. Eshik yopiladi. Prisoskada. Все включено. Hozir bu yengisi, yo'q, bu eskisi Avatar 12 sotuvda bor bu. Olsa bo'ladi. Bu yangi sotuvga chiqadi. Avatar deyiladi. Bu yerda ham bokovoy oynalari yo'q, Avatarda nima elektrik karlarida yo'q. Eng asosiysi Avatarda nimasi zo'r? To'liq ko'ryapsizlar. Mana bu joyida ko'ryapsizlar, ekranchasi bor. Bu yerda ekranda har xil yozuvlar yozsa bo'ladi. Masalan, parkovkaga ketganingizda o'zingizlarning raqamingizni yozib qoldirishingiz mumkin yoki ismingizni qo'yishingiz mumkin. Yoki xohlagan narsalarni yozib qo'ysangiz, assalomu alaykum deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Avatar 06 lidar bilan keladi. Lidar bor mashina juda yaxshi hisoblanadi. Tesla'da lidar yo'q. Tesla'da kamera bilan ishlaydi. Mana bu ichki tomoni ko'ryapsizlarmi? Hozir endi tursa ko'rsatamiz sizlarga. Polniy ekranda eshiklari ham knopka, mana bu boyagidan ancha farqlanadi. Orqa tomoni. Bu yerda mana bagajligi. Bagajligi bir xil. Orqa yukxonasi. Menimcha 12 ni yukxonasi kattaroq edi, 06 niki unaqa katta emas ekan. Bu yerda mana bu tomoni ko'ryapsizlarmi? Diodlari ketyapti. Bu yerda ham knopkada yopiladi. Oynalarni o'chirib qo'ygan. Bosamiz, yopilmadi. O'chirib qo'ygan. Bu mana bu tomonda. Hozir endi ichkarisidan olishga harakat qilamiz. Ko'rasizlar. Mana ichkarisiga o'tirdik. Kondyorlarni yoqib qo'yibdi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu rulini o'zi vashi zo'r. Bu mashinaga emas, qanaqadir nimani ko'rsanglar, mana bu yerda ko'ryapsizlarmi? Kamerasi. Mana bu eshikni yopsak, knopkada yopilarmi? Mana knopkada yopildi. Yopilyapti. Mana bu oynasi ko'ryapsizlarmi? Kamera. Mana qo'lim. Bu yerda nimasi? Sensorda. Bemalol mana 360 kamera ko'ryapsizlar. Bu yerda ham kamerasi bor. Naryoqda ham nima kamerada ishlaydi.
ikkita zaryadga qo'yadigan joyi bor. Bu yerda bari hamda ochiladi. Bari ham juda chuqur, ko'ryapsizlar. Bu qaysi? Bu orqa tomoni полный panorama. Zamsh zo'r ekan mashina. Mashina lekin juda qimmat. Xullas do'stlar, mashinaga gap yo'q. Mashinaga o'xshamaydi, xuddi samolyot haydayotganga o'xshaysizlar. Buni ko'rsanglar, Toshkentda sanoqli bor bu mashina. Tashqarisidan menimcha Mercedes yo BMW ga ham dam berib yuboradigan mashina bu. Lyuks tomonidan, ichiga отделка dizayni tomonidan hamma narsasidan dam beradi. Mana o'sha boya sizlarga aytib o'tgan yozuvim ko'ryapsizlarmi? Xohlagan yozuvlarni yozib qoldirsanglar bo'ladi. Juda noodatiy, zo'r menimcha. Chunki biron joyga ketib qolganinglarda yozib qo'yishadi. Bu Avatar 06 arzonroq versiyasi 210 mingdan 280 ming yuangacha ekan. Eng zo'ri, ya'ni Avatarda nimasi zo'r? 15-20 daqiqada 80% quvvatga yetkazib beradi. Lekin uning uchun zaryadli joylar talabga javob berish kerak. Xohlagan zaryadli stansiyaga qo'yib bo'lmaydi, chunki mashina juda kaprizni desa bo'ladi. Shuning uchun o'zini iloji bo'lsa o'zini stansiyasini qo'yish kerak. Ichkarisini ko'ryapsizlarmi? Orqasidan ko'rsataylik. Voh. Orqasi ham vasha luxury. Oldini ko'ryapsizlarmi? Joyda qaraydi. Mana bu yerda mana katta bari bor. Panorama lyuk. Orqada lekin ko'rish nima yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Oyna yo'q. Mashinaga gap yo'q. Mashina lekin Yugoy Mercedes BMW ga javob berib yuboradi. Avatar 12 ko'ryapsizlar, bu yerda ham yozuvi bor. Narxiga kelsa 270 mingdan 430 ming yuangacha. Bu eng topi hisoblanadi Avatarda, ikki xil rangligi. Salonining ichi bir xil 0607 Avatar bilan. Faqat bittasi bu Royal Edition deyiladi. Ya'ni qimmatroq. iPhone Pro Max degandek. Nimasi? Yana bu yerda mana ko'ryapsizlar. Отделкалari boshqacha. Luxury. Zo'r mashina, lekin qimmat.